Bu kasallikni nomi Alsgeymer. Nima kasallik bu? Insonni xotirasi bilan bog'liq. Inson xotirasidan ayriladi boshida. Kundalik qiladigan yumushlarini unutadi. Nomlarni, ismlarni va hattoki yuz qiyofalarni unutishni boshlaydi. Bu kasallikka chalingan insonlarni esida ko'proq yorqin xotiralar qoladi. Uni davosi yo'qmi? Afsus. Meditsinada bu kasallikka hali davo topilmagan. Lekin izlanishdamiz. Aytgancha, dadangizlar bilan birga turasizmi? Yo'q. Bundan buyog'iga imkon qadar doimo yonlarida bo'lishga harakat qiling. Marhamat. Rahmat. Yaxshimisiz dada? Kimsan? Men o'g'lingizman dada. Doktorlar nima dedi? Hammasi yaxshi deyishdi. Zo'r ekansiz dada. Bugundan boshlab biznikida yashashga. Nima deysiz? Kelini nima derkan? Nima deyishi mumkin? Xursand bo'ladi. Onani ham birga olib ketamiz. Dada, onam 5 yil oldin qazo qilganlar. Bilaman. Bo'lmasa-chi, uydagi jihozlarni hammasini birga olib ketamiz. Xuddi o'zim uyimda yashaganda yashayman. Xo'p dada. Xo'p bo'ladi. Endi ketamizmi? Ketdik. Otam, jon otam, so'zlari darmon otam, bilganlar der bu odam eng yaxshi inson otam. Otam, jon otam, so'zlari farmon otam, bo'ling sog' omon otam, har dam har zamon otam. Bizlar uchun mehribon, boshimizda soyabon, yuz yoshlarda ham bo'ling bardam, onam bilan otajon. Ko'zlarimga surtayin, oq sochingiz tolasin, to'ylarda bo'ling inshaalloh, bolamni bolasini, bolamni bolasini. Otam, jon otam, so'zlari darmon otam, bilganlar der bu odam eng yaxshi inson otam. Otam, jon otam, so'zlari farmon otam, bo'ling sog' omon otam, har dam har zamon otam. Beminnat tuz non uchun, shinam xonadon uchun, rahmat sizga mard otajonim, har yaxshi imkon uchun. Daryo bag'ri keng otam, dunyolarga teng otam, ranjitgan bo'lsam sizni nogoh, meni kechiring otam, meni kechiring otam.
Endi buni Nimasi bu? Nima bu madaniyatsizlik? Biz bu yerda ovqatlanib o'tiribmiz. Qarasanglar bo'lmaydimi? Tavba qildim shunday joyda. Oldingizdagi ovqatingizni yeng. Ko'p gapirmasdan. Voy. Sen menga gapiryapsanmi? Yo, men tanimadingmi kimligimni? Bezrayib o'tirishini qara. Tavba qildim. Tushunmadim. Nima munosabat, nima muomala? Meni tanimadingmi kimligimni? Kechirasiz. Aha. Siz kimsiz? Sen meni rostdan tanimadingmi? Tushunmadim. Aktrisaku tanimadingizmi? Iltimos, restoranni bo'shatib qo'ying. Voy, ofitsiant. Voy, haddidan oshibdi-yu. Ey, boshlig'i chaqirib yuboring. Men boshlig'iman. Nima? Chiqib ketinglar dedim sizlarga. Voy. Qani? Shartmas puli. To'landi. Otam, otam, jon otam, so'zlari darmon otam. Bilganlar der bu odam eng yaxshi inson otam. Otam, otam, jon otam, so'zlari farmon otam. Bo'ling sog' omon otam, har dam har zamon otam. Duoyingiz baxtimiz, bizning tillo taxtimiz. Quvonaylik Makka tiloda, sizni ko'rgan vaqtimiz, sizni ko'rgan vaqtimiz. Otam, otam, jon otam, so'zlari darmon otam. Bilganlar der bu odam eng yaxshi inson otam. Otam, otam, jon otam, so'zlari farmon otam. Bilganlar der bu odam eng yaxshi inson otam. Dada. Ha, dada. Bu narsa kerakmi? Men seni yaxshi ko'raman bolam. Bu gaplaringizni menga hech qachon aytmagansiz. Men sizni juda ham qattiq yaxshi ko'rishimni aytganmanmi? Yo'q. Aytgan bo'lsang ham men eslolmayapman. Hech narsa esingizda yo'qmi? Esimda qoladigan narsa faqat bo'shliq. Dada. Hech narsani eslolmayapman. Hamma yoq oppoq. Tuman. Kelinim qani? Ketdi dada. Qo'yavering. Kelmasa ham mayli. Balkim meni deb ketib qolgandir. Balkim men uni dilini ranjitgandirman. Yo'q dada. Siz aybdormisiz. Yur. Kelinimni olib kelamiz. Yur. Duoyingiz baxtimiz, bizning tillo taxtimiz. Quvonaylik Makka tiloda, sizni ko'rgan vaqtimiz, sizni ko'rgan vaqtimiz. Otam, otam, jon otam, so'zlari darmon otam. Bilganlar der bu odam eng yaxshi inson otam. Otam, otam, jon otam, so'zlari farmon otam. Bo'ling sog' omon otam.
har dam har zamon otam